Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana Xudosi navbatdagi naysimizning yodga o'rnatib bo'ldik. Manzil Farg'ona viloyati So'x tumani yodga o'rnatildi. Hozirgi variant. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz. Stekalarimiz 8 ga 8. O'nli lazerda bo'lgan. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana Xudosi navbatdagi naysimizning yodga o'rnatib bo'ldik. Manzil Farg'ona viloyati So'x tumani yodga o'rnatildi. Hozirgi variant. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz. Stekalarimiz 8 ga 8. O'nli lazerda bo'lgan.